Bugungi kunda o'qituvchilarni tanqid qilish unchalik muammo emas. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri va o'rinlidir. Ammo ta'lim-tarbiya fidoyilarining o'zlari ishlayotgan shart-sharoitlardan qay darajada qoniqishadi? O'qituvchilar xonasi yoki kafedralardagi o'z ish stoliga ega emasligi yoki biror bir hujjat uchun kompyuterga navbat kutib turishi, dars uchun zarur bo'lgan marker yoki oq qog'oz va shu kabi ish qurollari bilan ta'minlanmaslik va eng asosiysi va biroz xijolatlisi, 4 tadan bittaginasi ishlayotgan hojatxonada navbat kutib darsga kech qolishini tushungan o'qituvchi o'z fikridan voz kechishga majbur bo'lishi ham biroz achinarli. Bugungi kunda ta'lim va tarbiyaga katta e'tibor qaratilmoqda va jadal suratlar bilan o'smoqda. Ammo o'qituvchilarning ana shunday kichik ammo katta ahamiyatga ega bo'lgan muammolari bartaraf etilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Xo'sh, hurmatli pedagoglar, siz qanday fikrdasiz? Bu fikrlarga qo'shilasizmi yoki aksinchami? Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yoki e'tirozlaringizni va tajribalaringizni bo'lishing. Zero bu yaxshilikka xizmat qiladi. Like bosib, o'qituvchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang.